Assalamu alaykum wa rahmatullah. Muhaciratdiki barlıq Şərqi Türkistonlik qarindoshlar, ulug' Alloh taolodan hamma vaqtlarning xayrli bo'lishini tilayman. Ilgari men Amerika, Kanada, Shvetsiya, Finlandiya qatorli davlatlardagi munosabatli kishilarga Adam Almira Idris, singlim Mahira Idris, hammam Mehrgul Ziyovdun, o'g'lim Fatih, anasi Gulzar Salay, qaynakam Muxtar Salay, ayoli Hurnisa, o'g'li Mardan, qizi Madina, tag'isi Yusuf, uning ayoli Xonzuhralar nomidan yozmaliq va video suratlik materiallarni yo'llagan edim. Bugun men yana 2 yildan beri aloqamiz uzilib, oqibatidan endişe qilayotgan navri tuqqan og'a-ina qo'shnilarim ustidanmi guvohlik bermoqchiman. Tövanda ularning ismini birlab o'qib o'taman. Abdug'ani Abdusofur, Urumchidan, Qaysar Jilin, G'uljidan, Ahmad Jilin, G'uljidan, Dilmurod Tavakkul, Turg'un To'xti, Faruq Shavkat, Ilshad Ahmad, Abdukim Karimlar hammasi Qarmay shahridan. Al-Ag'ina qo'shnilarimdan bo'lsa, Abdusalom Tursun, Amir Ömer, Xonmurod Ahmad, Olim Tursun, Dilmurod Barat, Olim Qodir, Abdurahmon Abdumed, Aysojon, Ahmadjon Qodir, Abdullahxat, Anvar Umar, Nurmuhammad Abdulaziz, Shuhrat Hamid, Anvar Hamid, Qurbonjon, Salay qatorliqlar. Hozircha shunchalik yo'llayoldim. Oxirida qarindoshlarimga iltimosim, guvohlik berish bevos urug' tuqqan bilan cheklanib qolmasdan barliq xalqimizga ega chiqayli. Allohga omonat.